Jannatga yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loy qilib, tayoqlardan toy qilib, kulchanondan oy qilib bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Assalomu alaykum. Mana shu toshlarga yig'ilgan aziz o'rtoqlar, dugonalar, yana sinfdoshlar. Mana bugun biz hammamiz mana shu yerga jamil-jam bo'lgan ekanmiz. Avvalambor hammamizga sog'lik tilayman. Salomatlik, uzoq umr, vaqt so'da. Mana shu Xudo bergan bizga ne'matlarni, rohatini, kamolini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Qo'shganlar qo'sha qatsin, qo'shganlari bilan shularni rohatini ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin. Ne'matlarimizni omadini bersin, yaxshi o'qishlarga kirib ketsin, yaxshi inson bo'lib yetishsin. Qolaversa mana bugun ko'rib turganimdan hammalaringni xursandman. Chiroylisizlar, yoshsizlar, yigitlar, qizlar bo'lib o'tiribsizlar. Ko'rganimdan xursandman sizlarni. Yana 50 yil, Xudo xolasa yana 5 yil bo'lsa, 50 yilga ko'rishguncha hammamiz tansoqlik bilan qatorlarimizdan xato bo'lmasdan ko'rishlik nasib qilsin. Endi o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz do'stlar, sinfdoshlar. Sog'misiz, omonmisiz? Sog' salomat bilan 45 yillikka yetib kelganingizning o'zi har bir kishi uchun katta baxt. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarga bezamoq chog'idir umr daftaring. Hurmatli do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum. Mana shunday kunlarga, da'vonaman kunlarga yetganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana shu 5 yil ichida benihoyat hammangiz validi, çok go'zal, hammangiz chiroyli. Ilohim hammangiz xatoingizdan xato bo'lmasdan mana shunday 50 yillarda ham yig'ilish hammamizga nasib ro'za aylasin. Ilohim, mana hozir shunday ajoyib kunda to'lqinlanib ketyapman. Hammalaringizni ko'rganimdan xursandman. Ilohim safimiz bundan da ko'paysin, ilohim kamaymasin, xatolarımızdan xato bo'lmasin. Hammamiz sog' salomat qattiq tutganlarimizga Allohim fayz baraka berib, hammaning ishlari o'ngdan kelib, farzandlarining ardoqli yashashini Allohdan so'rab qolaman. Mana aziz, men balkim esdan chiqargandirman, oramizda yo'q sinfdoshlarimizni bir bora eslab o'tmasak, menimcha bo'lmas. Men o'zim kecha Rahmon jo'ratgan ekan, rahmat. Aziz sinfdoshlar, tashkilotchilarga mingdan rahmat. Farhod jo'ramga, Rahmon jo'ramga, shunchalik sinfdoshlar uchun kuyib, yonib, mehnat qilganlaringiz uchun rahmat. Bizning oramizda yo'q bo'lgan aziz sinfdoshlarimizni bir eslamasdan ilojimiz yo'q. Qodirov Sherq do'stimiz, Qayyumov Norboy do'stimiz, Baratov Ne'mat do'stimiz, Sulaymonov Ahmad, Shertoyloqov Eshboy do'stimiz, Bobomurodov To'xtamurod, Allayorov Yo'ldosh, Mamarahim Qurbon do'stimiz, Ibragim va Hurmatoy, Tashan va Ma'rifat, O'rozov Muhammad, Ishmurod va Salima, Qorajon va Iqboloylar mana oramizda yo'q. Ilohim, mana shu aziz sinfdoshlarimiz uchun bir daqiqa sukut saqlashlaringizni iltimos qilaman. Rahmat hammalaringizga. Ilohim, mana shu sinfdoshlarimizning joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim, o'sha nargi dunyoda
ilohim ko'rmaganday bo'lib, ilohim jannatlardan Allohim joy ato qilsin. Har doim yonimizda bizni kuzatib turgan bo'lsa kerak, joylari jannatdan bo'lsin. Ilohim, hurmatli aziz do'stlar, mana bugun mana shunday ajoyib tantanada kayfiyatni buzmasdan bir-birimizdan mana diydorlashib, mana shunday ajoyib tanada o'ynab kulib, bir-birimiz bilan ahil inoq bo'lib, mana shunday har doim bizga ko'z tegmasin. Bizga rosa ham havas qilishadi boshqa yildagilar. Sizlar juda ham 60-yildagi sinfdoshlar ahil inoqsizlar deydi. Mana salkam 2 yil 60 yillikda yurdik, bir-birimiz bilan diydor ko'rishib turdik. Mana orada to'y tomoshada ko'rib turibmiz. Ilohim har doim to'yxona bo'lsin, murodxona bo'lsin. Bir-birimizdan do'stligimiz abadiy bo'lsin. Hamma sohada do'sting bo'lar ekan, lekin sinfdosh boshqacha bo'lar ekan, to'g'rimi? Sinfdoshlar hech qachon bir-birini unutmas ekan. Qayerda ko'rsangiz deydi, ko'zingiz quvnaydi deydi sinfdoshlar. Ko'rsangiz ko'nglingiz to'ladi. Chunki bizning bolaligimizni eslatadigan, bir-birimiz bilan yaxshi-yomon kunlarimizda sherik bo'lgan, to beshikdan ta qabrgacha bir-birimizni eslashib, bir-birimizning yaxshi-yomon kunlarimizga sherik bo'lish hammamizga nasib ro'z aylasin. Ilohim hammalaringizga mana bayram dasturxonimizni ochib, sog' salomat o'ynab turib mana shu bayramni birgalikda nishonlab ketish nasib aylasin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, o'rtoqlar, qadrdonlar, xush kelibsizlar. Anha tantanalar saroyiga. Hammalaringizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, oilalarga tinchlik, bolalarning nevaralarini ertasi kelajagini bilingizlar. Va shu kunlarni ko'rsatganini Xudoga ming qatla shukr aytamiz. Ammo shunday ko'rishib, diydorlashib turish hamma nasib qilsin. Hammani ishiga omad, oilalarga tinchlik, hamma yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Oxir hurmatdan, chekmatdan xabar. O'zimni yosh debman, fig'on qilmoqman. Baxtu baxtsizlikka to'liq bu hayot umr o'tayotgan ekan bilmoqman deydi. Shunday ekan, hamma yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Bolaringizga qo'ygan noz-ne'matlarni olib, bemalol tortinmay tanovul qilishlaringizni so'raymiz. Hamma yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Xush kelibsizlar yana. Assalomu alaykum, sinfdoshlar, o'rtoqlar, do'stlarimiz. Mana bugun diydor ko'rishib o'tirganimizdan juda xursandman. Davramizda qizlar, yigitlar, ayollar, yigit o'rtoqlarimiz bor. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda omad, oilaviy baxt tilayman. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa yetib boraylik. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar, qizlar, yigitlar. Bugungi bayram bilan hammalaringizni tabriklayman. Hamisha sog' salomat bo'laylik. Hammalaringizga oilaviy baxt tilayman. Nevara, chevarlarning rohatini ko'rishini tilayman.
uzr so'rayman, biroz kechikdim. Mana shunday bo'lsa-da, mana davraga moslashib olyapman. Sizlarni mana bugungi yig'ilish bilan, bugungi tantana bilan tabriklayman. Sizlarga ma'lumki, mana bir she'rda qizing yeb qirg'a ketar, o'g'ling yeb o'rga ketar deydi. 10-sinfda tugatganimizda kimdir qirlarda yuribdi, kimdir o'rlarda yuribdi. Endi bugun esa Gulistonda yuribdi. Bir kunlar bilan 13-chilarni nima ko'radi, sabirlar ko'radi, irim qiladi. Lekin hadisda aytadi, irim qiluvchi ham, irim qildiruvchi ham bizlardan emas deydi. Shuning uchun hech qachon irim qilmaymizlar. Mana aytadi-ku, Namanganlik og'aynilarimiz ayda bo'l, bayda bo'l, ering kelganda uyda bo'l. Bugün Gülistan'da bo'lyapsiz-da. Shuning uchun mana hozir ancha yillardan beri ko'rmagan qizlarimizni ko'ryapmiz. Umrida hech bir kun ko'rmay yig'lab o'tganlarning haqqi ham senda. Har bahorni yig'lab qarshilab ketganlarning haqqi ham senda. Ana demak ularning haqlari farzandlarida, nevaralarida bo'lsin. Ulayım mana şu o'tirganlar, mana shu qolgan sinfdoshlar uzoq umr ko'rsin. Uzoq yillar bir-birimiz bilan diydorlashish nasib qilaversin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz sinfdoshlar, qizlar, o'g'illar. Mana bugun biz 5 yillik yubileyimizni o'qirar ekanmiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat, qo'shnilaring bilan qo'shaqaringlar ilohim. Yana bunaqa o'tirishlardan ko'plarini ko'raylik. Assalomu alaykum hurmatli aziz dugonalar, aziz sinfdoshlar. Mana bugun 45 yillik yubileyimiz ekan. Hammalaringizni tabriklayman. Hammalaringizni oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yanagi 50 yillikda, 60 yillikda qatorimizda xato bo'lmay uchrashib yurish nasib qilsin. Ko'zlaringiz ko'rib turganda, yuragingiz urib turganda, oyog'ingiz yurib turganda o'zingizni ehtiyot qiling. Yes.
Hurmatli sinfdoshlar, jo'ralar, o'rtoqlar, og'aynilar, men sizlarni mana shu 45 yillik bayramlaringdan chin qalbimdan tabriklayman. Mening qulog'imga hamisha hamma sog'lig'larda, hamisha uchrashaylik faqat yaxshi kunlarda. Ishlaringga baraka. Masalan, hammamizga kelajakda niyatimiz, tilagimiz, orzuyimiz bor. Boshqa orzular hammasi ro'yobga chiqishni tilakdoshman. Boya aytgan she'rlar aytdik, uzoqdan yaqindan og'aylarimiz bor. To'y to'ylarga boraylik, xizmat qilaylik qo'limizdan kelsa. Yana bir qaytarib aytaman, kelganlarga ming rahmat. Endigi navbat Xudo shahar, Guliston shahrimizga bir bo'lib ketasiz, niyatdaman. Niyati borlar. Mening niyatim shu, hammangga sog' bo'lsalaring bor. Faqat yaxshi kunlarda o'tishaylik. Hamma xushlikda endi qo'limizdan kelgancha yaxshi bo'lishga harakat qildik. Shu ko'ngillarimizni ozgina bo'lsa oldik ko'tarib degan umiddamiz. Mana shu 45 yil bo'lib bitirganimizga o'sha qo'ygan vaziyatda yosh deb hisoblaymiz-da. Mana ko'rgan bir-birimizni ko'rsak ham o'sha maktab paytidagi turishimiz tasavvurimizga keladi-da. Hech qachon o'zimizni qari deb hisoblamaymiz. Qarilikni men qayerda his qildim? Avtobusda. Mana shahar avtobuslariga chiqsak, chaqirib o'rnida turib, amaki o'tiring deb joy beryapti-da. O'tiradi, o'tiring deb o'tirib qo'yadi. Demak, boshqalarga biz katta ko'rinamiz ekan. O'zimiz ko'ngil yaxshi bo'ladi. Men xabarlarni qolaman deb ishib topdim. Nima niyatga bo'lsam, gaplarga yetdilar. Bo'pti, tamomlandi. Alloh bilan shaytonlarga bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah rabbil alamin va salatu va salam ala rasulilloh Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Ya Parvardigor, hammamizni keyingi mana shunday kalkalalarga yetishimizni nasib qilsin. Hammamizni xonadonimizda shifo qilib, nevaralarni, bolalar rohatini ko'rishni hammamizga nasib aylasin. Onam erkalab suygan, otam opchilab yurgan, endi 6ga kirgan, bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyo g'ami, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami, bola bo'lib qolsaydim. Bezdim dunyo ishidan, ham yolg'onchi kishidan. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim.